O'zi buni sekin mana bunaqa ochish kerak ekan. Mana bu yerda yirtib yuboraman. Men o'zi diyor savash separdim. 3-4 yildan beri o'shani sepaman. Bu atir berishganda aytishdi, sepib ko'ring. Undan keyin mashinaga o'tirib qolasiz deyishdi. Ko'ramiz hozir. Men o'zimni korzinkalarda ham ko'p qo'yishadi. O'zligini otligini qo'yib ishlab chiqarish. Shunaqa atirlarga ishonmayman. Hozir buni ko'ramiz, yoqsa sepamiz, yoqmasa to'g'risini aytamiz. Bo'lishi. Boshqacha. Zo'r. Yoqdi. Qiydi qizuv yoqdi. Keyin bu akalardan men iltimos qilaman. Menga o'shani yevoramiz deydi. Og'ayniman bor, bilasizlar. Ovqat hidi keladigan atir qilib bersa, undan ham zo'r bo'ladi. Cho'chimasdan ayta olamiz, ani o'sha duty free atirlari bilan bemalol tashishadigan hidi ham zo'r. Tavsiya qilamiz cho'chimasdan. O'zi buni sekin mana bunaqa ochish kerak ekan. Mana bu yerda yirtib yuboraman. O'zi bundan sekin ochsanglar, mana bunaqa qilishlarni ham jazo qilib ishlab qo'yishibdi o'zi, gap yo'q.